Fransiyaga keldim. Italiyadan mesela har xil ko'chatlar oldim. Italiyadan olib Fransiyaga. Mana bu nima bu? Limon deb qo'ygan, lekin limon deb qo'ygan. Nima bu? Hayronman. Mana bu. Ular kattaligini qaranglar. Mana bu ko'chatlar shamolda yiqilganmi, nima bo'lgan? Qarab qo'yinglar, bu ko'chatlar tiklab qo'yinglar. Deydigan odam yo'q bu yerda. Yiqilib yotibdi ichlarida. Dekorativli, mana 4 euro ekan mash. Kesib chiroyli qilib qo'yibdi mana. 4 eurodan. Kelinglar, olib qolinglar, kelib qolinglar. Dekorativni daraxtlar. Men mashinamni burib ketishni o'ylashim kerak. Qayerdan burib ketaman ekan? Bu tor joyga kirib oldim. Mana shunday kelib mashinani burib ketishim kerak edi mashinani. Yo, bu yerdan burib bo'lmasmikin? Mashinani buraman. Mana mashadan ekan. Bunday kelib maqa burib turib, orqasini maqamga olib kirib turib, demak, mashadan buraman ekan. Oralar düşürsüyordu. Ne oldu ki yani daraxtlarni düşürsüyordu.